Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sizlar bilan yana yosh avlod kanali. Sizlar bilan navbatdagi videomizda yana bir bor ko'rishib turganimdan va nihoyat xursandman do'stlar. Bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda qanday qilib Microsoft Rewards saytidan ro'yxatdan o'tib, undan qanday qilib ya'ni coinlarni, ya'ni ballarni yig'ib va undan yangi Windows 10 operatsion sistema uchun kengaytirilgan litsenziyani qanday qilib olishni bugungi videomizda biz ko'rib chiqamiz. Xo'sh akalar, agarda videom sizga qiziq bo'layotgan bo'lsa, albatta shu joyda videoni pauza qilib, video ostiga tushib, videoga bitta dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib va qo'ng'iroqchani ham bosib, o'zingizning fikringizni video ostiga yozib ketishingizni tilab qolgan bo'lardim va bu qilgan ishingiz bizni videolarimizni boshqalarga ham tavsiya qilishni, ya'ni rekomendatsiya bo'lishni juda ham katta hissa qo'shgan bo'lardi. Xo'sh akalar, agarda siz tayyor bo'lsangiz, unda biz videomizdan boshladik do'stlar. Xo'sh akalar, biz o'zi nima uchun Microsoft Rewards saytidan ro'yxatdan o'tishimiz va nima uchun ballarni yig'ishimiz kerak? Bu haqida ko'p odamlar bilmasa kerak, ba'zi odamlar biladi, ba'zi odamlar bilmaydi. Buni asosiy sababi, ya'ni bizning Windows 10 operatsion sistemamiz bu 4 kundan so'ng, ya'ni 14-oktyabr 2025-yilda o'z faoliyatini tugashi bilan bog'liq. Ya'ni Microsoftning Extended Security Update, ya'ni Windows 11 ning kengaytirilgan update'i oxirgi versiyasi aynan 2025-yil 14-oktyabrgacha deb belgilangan va shundan so'ng uning obnovleniyalari, ya'ni kelajakda keladigan barcha update'lar to'xtatiladi va shundan so'ng uni qayta ishlatib bo'lmaydi. Yo'q, ishlatsa bo'ladi. Barcha dasturlar ishlayveradi, lekin yangi dasturlar, masalan, yangi chiqayotgan o'yinlar bo'lishi mumkin yoki yangi chiqayotgan dasturlar qaytib Windows 10 operatsion sistemasiga qaytib chiqarilmaydi. Lekin bu yerda no tarafi bor. Ya'ni bitta taraf plus. Bu yerda biz saytdan, aynan mana shu saytdan ko'rishimiz mumkin. Aynan Microsoft nomidan aytilgan, ya'ni Windows 10 Consumer Extended Security Update. Bu yerdan biroz pastga tushishimiz mumkin. Ya'ni ushbu update, ya'ni 14-oktyabrdan so'ng ham davom etadi va bu pul uchun, ya'ni ushbu operatsion sistemani yana bir bor agarda ishlatmoqchi bo'lganlar uchun bu pulga sotiladi. Standart $30 yoki Microsoft Rewards saytidan 1000 ball yig'gan bo'lsangiz, bemalol ushbu operatsion sistema uchun yangi obnovleniyani olishingiz va operatsion sistemani bemalol dastur, ya'ni operatsion sistema srogi tugagandan keyin ham bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Va biz buni qanday qilib olishimiz mumkin? Buning uchun albatta biz birinchi navbatda Google ga kirib biz Microsoft saytidan Microsoft Rewards saytidan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Bundan ro'yxatdan o'tishimiz uchun Google qidiruv tizimiga Microsoft Rewards deb yozamiz. Buni bosganimizdan so'ng bizga birinchi bo'lib Welcome to Microsoft Rewards Bing, ya'ni Bing saytidan kelib chiqadi. Bunga kirganimizdan so'ng ko'rib turishimiz mumkin Microsoft Rewards. Microsoft Rewards and rewards with Microsoft just simply doing what you love to. Ya'ni ushbu sayt aynan telefoningiz uchun ham mavjud. Ya'ni bemalol Microsoftdan Bing ilovasi orqali ushbu telefonga ulov olib turib ham bemalol foydalanishingiz mumkin. Bu yerdan ko'rib turishingiz mumkin. Bu qanday qilib hozir bu yerdan ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi. Birinchi saytga kirganimizdan so'ng yuqorida sign in bo'limi mavjud. Ya'ni bu to'g'ridan-to'g'ri Microsoft account bilan ya'ni birgalikda ishlaydi. Ya'ni biz birinchi navbatda Microsoft account ochishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan sign in deb bosganimizdan so'ng bizni Microsoft Rewards dan ro'yxatdan o'tishimiz uchun, ya'ni kirishimiz uchun bizga Microsoft Live accountimiz yaratishimiz uchun ushbu saytga olib kirib ketadi. Bu yerga kirgandan so'ng bu yerdan pastdan create an account bo'limini bosamiz. Hozirda ming bor uzr, yuqorida meni rasmim bo'lganligi uchun bu yerda ko'rinmay qolgan bo'lishi mumkin. Hozir sizlarga yana bir bor ko'rsatgan bo'lardim. Ya'ni orqaga qaytadigan bo'lsak, agarda ko'rinmayotgan bo'lsa, bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sign in tugmasi mavjud. Chunki meni o'ng tarafda bu yerda meni kameram turgani uchun biroz ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Shuni bosganimizdan so'ng bizni saytga olib kirib ketadi. Bu yerdan create an account bo'limini bosamiz va bosganimizdan so'ng bizga emailni kiritishimizni so'raydi. Ya'ni biz yaratmoqchi bo'lgan Microsoft uchun email account. Bu yerga biz o'zimizni email akkauntimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Masalan, men o'zimni email akkauntimni kiritaman. Masalan, gmail.com va buni kiritganimizdan so'ng bizga akkauntimizni yaratishimiz uchun verifikatsiyaga kod jo'natadi. Bu kodni olishimiz uchun biz bu yerdan gmail.com, ya'ni Gmail saytimizga kirishimiz kerak bo'ladi. main.googlegmail.com. Bunga kirishimiz uchun
bu saytga kiramiz va kirganimizdan so'ng bu yerda birinchi bo'limda ko'rib turganingizdek Microsoftni ya'ni подтверждение qilishimiz uchun bizga kod keldi va bu ushbu kodni olib turib bemalol buni verifikatsiya qilishimiz mumkin. Va bizning akkauntimiz muvaffaqiyatli ravishda verifikatsiya bo'ldi. Ana endi biz akkauntimizni qo'shimcha detalizatsiyalarni qo'shishimiz kerak. Ya'ni biz qaysi regiondamiz? U yerda O'zbekiston standart tanlanaveradi va bizni tug'ilgan oyimiz, kunimiz va yilimizni kiritishimiz kerak. Bu yerda men o'zimni tug'ilgan yilimni kiritaman. Va buni bosgandan so'ng bu yerdan nextni bosamiz va bu yerga ismimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Bu yerga Shamsiddin yoki o'zingizning ismingiz yoki shunchaki o'zingizning nicknamingizni ham yozib qo'yishingiz mumkin bo'laveradi. Bu umuman farqi yo'q. Xo'p. Va buni bo'lgandan so'ng biz bu yerdan kapchani yig'ishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan buni bosib turishimiz kerak ekan. Yangi juda ham zo'r. Ya'ni bu yerdan biz odamligimizni isbotlashimiz uchun bu knopkani просто tak bosib turishimiz kerak ekan. Chunki buni bot buni qila olmaydi, chunki bot uni bosib tura olmaydi. Faqatgina knopkani bosish yoki biror narsani surishini eplay olishi mumkin, lekin knopkani uzoq vaqt davomida bosib turmasligi mumkin. Xo'p, sign in with a faster your face key yoki fingerprint. Bu yerdan agarda sizni telefoningizdan kiradigan bo'lsangiz, bemalol barmoq izi skaner yoki bo'lsa pin kod orqali kirishingiz ham mumkin. Bu yerdan men skipdan qo'raman, chunki bu bo'lim menga hozircha kerak emas. Va bu yerdan o'tganimizdan so'ng continue bo'ladi va bemalol biz o'zimizni reward akkauntimizga kirishimiz mumkin. Bu yerdan biz bu yerda ko'rib turganingizdek bizni reward akkauntimizga muvaffaqiyatli tarzda kiritildi. Va bu yerdan biz endigi navbat qanday qilib bu yerdan pul ishlashimiz mumkin. Bu yerda Microsoft Rewards saytining asosiy bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi va o'tganimizdan so'ng bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bizni qaysi ya'ni urvendaligimiz. Bu yerda hozir sayt haqida qisqacha ma'lumotlar keltirilyapti. Pinterest earning. Hozircha bu bizga kerak emas. Ko'rib turganingizdek bizda hozircha qancha pointlar va bugun qancha ishlaganimiz va hafta davomida qanchagina strike bo'lganimizni ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek har xil bo'ldi mavjud. Ya'ni bu yerda получите 100 балл, ya'ni 100 балл помощи строки, включите строки поиска, ищите помощные, ya'ni течение 3 дней. Ya'ni biz bu yerda Bing sayti orqali, Bing bu Google ga o'xshagan qidiruv sayti hisoblanadi. Ya'ni bing.com saytiga agarda biz kiradigan bo'lsak, bu xuddi Yandex va Google ga o'xshagan qidiruv sayti. Aynan mana shu qidiruv saytidan biz kunlik 3 kun davomida qidirgan narsalarimiz orqali bu yerdan ball ishlashimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek 100 ball ishlashimiz mumkin. Ya'ni 3 kun davomida aytilyapti. Poisk stroka 3 kun davomida qidirgan narsalarimiz uchun bu yerdan o'sha olishimiz mumkin. Keyin bu yerda 10 point aytyapti. Visualni data toolslardan foydalanishimiz, natural discovery, kernel capital deyapti. Bu yerda juda ham ko'p topishimiz mumkin. Bu yerda take tour, Microsoft Rewards uchun qo'shimcha earning pointlar. Bu yerda har xil boshqa funksiyalar bo'lishi mumkin yoki yana bir usuli bu yerdan ya'ni shunchaki qidiruv tizimidan foydalanishdan tashqari bu yerda o'zingizni maxsus silkangiz bo'ladi, ya'ni referral silkangiz, ya'ni boshqalarni o'zingiz obunachi chaqirish orqali bemalol bu yerdan ya'ni ballarni ishlashimiz mumkin. Buning uchun bu yerdan refer and earn bo'limiga o'tishimiz mumkin. Bu yerdan o'zimizni silkamizni boshqalarga ulashgan orqali, ya'ni ushbu silka orqali boshqalar kirib ro'yxatdan o'tgandan keyin ular o'tgandan so'ng ular yig'gan ballining nechidir foizi aynan sizga o'tkazilib beriladi. Masalan, u 100 ta ball to'plagan bo'lsa, sizga balkim 10 ta, balkim 20 ta ball berishi mumkin. Va shunday qilib siz o'zingiz bu yerda pointlarni yig'ib olasiz va bu yerdan redeem bo'limidan bemalol har xil kategoriyalar orqali bu yerdan narsalarni sotib olishingiz mumkin. Bu yerda hozircha o'yinlar uchun har xil boshqa narsalar turibdi va keyinchalik aynan 14-kundan so'ng bu yerga aynan Windows 10 ning o'sha kengaytirilgan litsenziyasi bu yerga qo'shiladi va biz ungacha bemalol hozircha 4 kun vaqt bor. Ungacha biz 1000 ball yig'ganimizdan so'ng bemalol ushbu litsenziyani sotib olib Windowsni ham yana davom ettirib ishlashimiz mumkin. Va xo'sh akalar, xuddi shunday qilib biz bemalol ishlashimiz mumkin. Bu yerda hamma bo'limlarga kirib o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. Bu yerda unchalik qiyin emas. Barchasi o'zingizga bog'liq, ya'ni qanchalik pul ishlashingizga. Faqatgina internetni o'zi mana menga 50 berdi. O'zi srazi juda ham oson. Bu yerda men bu mana Venikoni, ya'ni Venice
internetdan qidirish orqali ham bu yerga 5 ball beryapti. Futbol legendalarini Lionel Messini qidirish orqali bu yerga beryapti. Masalan, men bu Soktar xullas mana shu nomli, ya'ni grek filosofiyarini qidirganim uchun ham 5 ball beryapti. Bu yerda ovqatlarni qidirganim uchun yoki boshqa narsalarni qidirganim uchun hammanga ko'pchilingizdek просто tak bepul ball beryapti va bu yerda ko'pchilingizdek 3 kun davomida strike bo'lganda bu yerga 45 point bonus ham berilyapti. Ya'ni kunlik bonuslar ham bor bu yerda. Ko'rganingizdek bugun 39 point bu yerda mavjud. Breakdown. Shunaqa. Xo'sh akalar, videom shulardan iborat edi. Albatta videom sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa va yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman do'stlar. Albatta video agar yoqqan bo'lsa videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Albatta 14-kungacha agarda ishlay olsangiz yoki undan keyin ham bemalol ishlashingiz mumkin. Ya'ni 1000 ta ball qo'shgandan so'ng bemalol o'zingizda jonajon Windows 10 operatsion sistemangizni yana davom ettirib ishlashingiz mumkin akalar. Va bu haqida ham 1000 ta ball qilganimizdan so'ng bu haqida ham отдельный video chiqaramiz va keyingi videolarimizda yana bir bor ko'rishguncha xayr do'stlar.